Benim ismim Adam. Elnur padişahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qalistan tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bu çağda yolvas, əriş yollusa da aydınım. Mən Heymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aydınım. Benim özgür sırımni dostum Şadutberi soğusunuz. Yasağı değil ve orku küçükşünü bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalaşnikayet almasına bile köreş kılınız. Ayığın oku, ben herip kettim. Sen daimi herip durdu sen. Bir gün zat kaçılıp uxlaysan. Beni bir azıcık tuğulu koysanlı tabalayma. Eğer senin oyunun padişahı yarap kalsa, mükafat verirsen, o bir az petiyle yakın birkaç marujnaya okşaş neslerini sana verdi. Marujna? Eğer talihın bolsa tehe, temilik belik buluşun mümkün. Temilik belik? Ana hazırlık kilay. İkkanlar tazı hoşal oynapsizlar da. Senin bu kalva yollusun, meni sihir çembergini buzup koydu. Ben kalva ama, eğer senin kalvalığını çekip yet benim üstüm üçmüken bozsan. Kim tor birader? Ben bu adam. Ben soğusırısın kelgen elektroideksiya signalını tapşırıp aldım. Kalaskar kal'ası Heymen bilen Erşi oğlusunu çağırıp atadı. Ha, qaraganda biz soğusırısını bir yoklap gelsek boğudak Erşi oğlusu. Ben kumluqdan kelgen kişini oylandırdığın haberini aldım. Sen berip yaxşırak tekşürüp baksanmıkin deyme. Qanday xabar? 10 gün avval bir sayahatçı qal'aga berip diken, onun deyişçi kumluqdan acayip bir imaratning kötürülüp çıqqanligini görüptü. Onun aytqanlari qaraganda o yerda bir vaqa yuz bergandek qiladi. Ha, bir ehram bo'lish mumkin. Kumluq qal'a tekshirishga odam yuvatib diken, lekin uning soyasini uchirtanmapti. Ehram bir aqli yo'qolib ketmaydi da. To'g'ri. Shunlashqa bu ishlarni ba'zi qadimgi arvohlar qilyaptamdikin deb andish qilma. Bo'ladi, biz darhol Qumluq qal'aga berib baqayli. Yolg'iz boramsa? Yasaul bilan Dila bir qism olam qaroqchilarini qo'g'lab ketgan, biroq men Lanman bilan Okun elib olsam bo'ladi. Men hammanglarning ishinglarning o'ngishli bo'lishini tilayman. Qumluq qal'a oldimizda. Lazır nur o'ti. Qumluq qal'a. Hujum uchrabdi. Ben bundaq ömçükli zadını görüp bakmağa. Ular ras emas. Ularning hammasi mashina. Buni temir eg'iz maxluq kashf qilgan. Buni temir eg'iz maxluq oqida turib boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Sen bu mashinalarini o qal'ani vayron qiluvchiga ishonamsan? Sizdanlik aylandırırken ayva. Biz endi tutuş qilayli. Ok tutuldu. Yüzümüzün daldı kalaylı. Heyman, o maşina adamlar bizga ag'ishyapti.
Bu metal maşınlarını men joylay. Senin maşinlerin mağlup oldu. Bunun abimiz Heymen'in kelgenliginden buldu. Biz onu cahil değil. Heymen degen kim? İttirdik en kudretli adam. Ben onun gelkenmezliğini ümit kılmıyorum. Sen bana bu yerde tosan almadın bir hatar boladı degen toğu. Mavişem, bu herkes bu yere gelmeydi. Deginingdek boluşun ümit kılma. O nima, xeyma? Bu temir egizmaklıqning mashina adam ustidagi kontrol qilish sanduqi. Bu o'zligidan egisidan yana ketalaydi. Men tushundim. Biz uni ilib birib qirg'och aeroplandan chiqsab qo'ysak, u bizni temir egizmaklikdan yana gapirdi. Tushundingmi? Oh, ben yanılı düşünemedim. Mashinani qachon yasab qumliq qal'aga hujum qilsa? Aldırmaytınlarsa. Qumliq qal'adan ayol xo'jayinning ehromini izdigili odam ketdi. Sen degen ayal hocayının saati kim? Ayal hocayın devirdi gelse. Sen uning uyquda yotgan yovvoyi hayvonlarni uyg'otib, ondan etlarni qorong'ilikqa cho'mdirganligini bilishing kerak. Bilişin gerek ki bu kal'a bir küçük işimiz koy. Haqiqi baş ağrıdığını Heymen. Ha, to'g'ri aytding, temir egiz. Ikkinglarning deydigini tugagandu. U bizni topolmaydi degan to'g'ri. U narsani inkas qilib tizganlarman. Iqtidorsuz kalma. Endi herkes bu sana şenleyne. Eskoy qaytga. To'xtatdi. Eskoy kaçıp gitti. Temir egiz alvasti qochib ketamaydi. Heymen, senin beni tutalışın oyunculuk asan emas. Hemen yardım qilay. Tog'liq bo'ldi. Bu qandoq ish? Bu ablah jiddiyleşib ketmasi bo'ladi. Ben demiş kılıma Heymen. Sen temir egiz maxluqni qumliq qal'aga elib bor. Men Oko bilan o'rniga boray. Biz ehromimizda bormaymizmi? Men Melakisha bilan so'zlashib baqay. U o'rnining peshqadam arxeologi. Arxeologi degan nima u? Arxeolog maxsus asoratli bilan tadqiq qiladi. Ondan tarixda o'tgan kishilarning ahvolini aytib beradigan olim. U bizning haliqi Meskoy butun kuchi bilan qo'g'daydigan sirli ehlamni tepishimizga yordam berdi. Bo'ladi, mayli. Mening planimga buzg'unchilik qilganligimga pushaymon qilsan, Heyman. Bundaq ganda, menga o'ylandigan vaqt bermidi. Biroq hozir men tadqiq qilayotgan ba'zi narsalar haliqi g'oyib bo'lgan ehram tushuntirilishi mumkin. Bu koni xaritaga qorong'ulik o'chirilgan. Bir uxlayotgan hayvon mush yerda turadi. Bu yoqqa qara. Bu qumliq davrining dastlabki vaqtlari. Qaraganda cho'qim shu. Bu yerda cho'qim arvolar bor butxona deb hisoblayman. Nima? Arvoh. Amaliyotda u bir qabristonlik. Qabristonlik? Seningcha qanday qilamiz? Haliq qabristonlikni topayli. Tekshirish atritining o'zan boshlab boray. Ko'pchilik hammamiz boraylik. Qanday? Arxeologsi. Sen beni hili qabristonlikqa ip bormoqchimi? Meningcha u yerda qo'rqinch emas. Ba'zi ahvollar bo'lishi mumkin. Arvoh. Untilib qolma, yana olvosting bor. Olmasdi. Melakisha. Olmasdi. Sizdalar bunday qilishga bo'lmaydiganligini bilading-ku. Men sening qiladigan ishingni o'rinlashtirib bergan emasmi? Yo'q efendim. Bu qiling efendim. Bu shahzodaning yordamimizni talab qilganligini, bizning bir tekshirish atriti qurganligimizni anglagandim. Bu rostmi? Rost shundoq. Bek yaxshi bo'ldi. Lekin seningmi bo'ysunmaslikqa amaling yo'q. Ma'qul efendim. To'xta. Avval odam shahzoda va uning do'stlaridan ahvol so'ra. Ular biz bilan birga boradi.
Adam Şahzade, bu sizlerle, benim şagirdim. Men bak xursand sizlarlar. Siz şahzadımı? Oo, mening demoqchi bo'lganim sizni ko'rganim uchun o'zimni baxtli hisoblayman. Men aka, men to'g'ri qolgan bo'g'aydi. Oo, yo'q, biroq ko'rganimga xushalman. Bu mening do'stim, bu mening... U ne ketdi? Erş yolusi, tez chiqib ularni ahvol so'ramamsa. Yaxshimisan, cho'ng mushuk? Oh, anca yaxşı emas. Benim ismim Erşi Yolusi, sen beni çöçtü ettin. Oo, sen to'q so'zlayapsan? Elbette sözleyeleyme. Oo, so'zlaydigan yaxshi mushukkan bu. Xizmetingni ishlab bo'l, ati qiladigan nurg'a ishlaba. Ma'qul efendim. O haqiqatan yaxshi bola, agar gap anglasala. Men kichik chaqda podshoh meni shundoq deganti. O hazır mı? Şundak deydi. Hey. Birinchi bekitimiz qayerda? Kelash kentida biz qumliqda yo'l boshlaydigan yaxshiroq odamni birini yollaylik. Ularga bir yo'l boshlash kerak. Bir amal topdim. Jinga uchragandekli bir ish bo'ldi. Butun kentdan birmi yo'l boshlig'i chiqmadi. Apandilar, men sizlarga yo'l boshlovchi bo'lishni xohlayman. Men burun Kelashda seni ko'mgandim-ku. Men yangi kelgan, lekin yo'lni yaxshi bilaman. Bizdangmi boshqa yo'limiz qolmadi. Sen qaror qil. Shundoq qilganda ularni tutib qog'ili bo'ladi. Men bu yangi ittifoqdoshlarim bilan aloqa qilisha olaman. To'xta! Sen hozir bizning tutqunimiz bo'lding. Menda odamsan. Ha? Meskoy. Seni tanımay qaptimiz. Biz senin buyrug'ing bo'yicha ularning orqasiga tushgandik. Bo'ldi. Anglab turish. Ular atkas ehromga yetib berish mumkin. Ular yaqinlashganda men sizlarga belgi beraman. Shu chaqda ularni tutinglar. Ularning uxlayotgan hayvonga sovg'at qilinglar. Onu tezroq yasab bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa biz qorong'i tushguncha nishonga yetib bora olmaymiz. U nima? O qum maxluqi. Kaçınlar. Sen beri onu tosuvağın. Ben hazırlı barıma. Sakla attı. Hazırlı edivini obdan berime. Biz pek yiraklaşıp kettik. Yakınlaşıktır şaylı. Keçör birader, endi biz Xiymen bilen Erşoğlu'su özgüreylik. Balada. Boks kuvvet ata kılma! Hey! Ben Xiymen!
makoningga ket, ablah. O endi yavaşladı. Heyman bilen erişi olmuşsa. Adam sen doğruluk sözlep bergendi. Bu yerde uçuruşup kalamız da boylamaptı mı? Ben sizlarni qo'g'day dedim. Bu amalim yomon emasdi. Ben ketdim, lekin ehtiyojinglar tushganda men yana qaytib kelaman. Hey, Heyman bizni qo'ldasa hech nimadan qo'rqmasak bo'g'idek. To'g'ri aytdim. Xaritada ko'rsatilishicha, biz mushu atrofdan qabristonlikni topa olamiz. Bugunchi mishada qo'nib, at ishni boshlaydi. Yaxshi amal. Biz uxlab oladigan bo'ldik. Vaqti bo'lib qoldi. Men sehr bilan qorong'uyni bir qatim ochay. Sizlar hujumga o'tinglar. Hujumga tayyorlaninglar. Ben man berib tekshirib baqsin. Bo'ladi. Meni saqlab turinglar. Seninki nima ish bo'lgandi, odam? Oxiri bilimiz, lekin odam bilan sana tayinib emas. Bu yerda bir ish chiqqanda qoladi. Bir qism aski abdahlar. Qolgan ikkisi cho'qim kapini ichida. Ularni tutinglar. Bizni izlayapsizlar, sat ablahlar. Her şey olursa sen lelmanını mı iştivet? Ben av yuğan məxluqı takabül turay. Ulan tutunlar! Oh, ben sana yardım için sevimlidim. Ha, nima deyapsan? Oh, bu canda ko'ngilli bo'ldi Heyman. Ha, shundoq. Biroq biz yana bir yomon ablahga taqabul turamiz. U mening qo'limdan qochib qutulolmaydi. Götürül mening qorong'u uyim. Buncholar aldirab ketma, miskoy. Heyman. Sening o dostlaring tugashdi. Sen bu baldıroq taslim bo'lsang bo'larmiki? Xom xiyol. Kelar qatim men bir top qum olvoslarini yig'aman. Mumkin emas, alvasti. Hey, hey, hey. Oko, to'xta. O mening niqobim. O kichik polvon, mening qum olvosli niqobim seni Xudoning dargohiga vatibdi. Bu kichik kalva tugashdi. Hozir men niqobimni topay. Yok, yok. Hech nima bo'lmagan pistak. Mencha shundoqdi. Mana hujum qildi. Qorong'ulik sehri. O eliq niqobning ichida, biroq endi u hargiz bizni avar qilolmaydi. Bu misko yomon nima ekan? Bizning o'ylaganimizdinmi eshib ketdi. Razilligini bizga ko'rsatib qo'ydi.
Oko'ning tezroq sog'ayishini tilayman. So'sirsi uning badanidagi nachar kayfiyatni yo'qotdi. Qiziqarliq, Meskoy bizdan qabristonlikni tepishimizga yordam qildi. Meskoyni yo'qotgandan keyin bizdan xizmatimiz o'ngishli bo'ladigan bo'ldi. Deginingdek bo'lsin, Milakisha. Deginingdek bo'lsin. Bugungi hikoyamiz bek jiddiydak tuyuldi. Kichik Oko yaralandi. Lanmanning ifodasi qiziq bo'ldi. U asli unda qilmaslik kerakdi. Mening masalalar ustida fikr yurgizish usulim xatarlik bo'lib qolmasdan balki ahmoqona bo'lib, osonli ig'ir ziyonga uchirtdi. Do'stim, so'zimni angla. O'ynagan chog'da meni ishiltish, bexatarlikka diqqat qilish kerak. Fikr qilishga moyil kishining cho'ng mengisi bag'an sir o'tkirilishidi. Mening so'zimni asli tutinglar. Xayr xo'sh.